Yurakning ichki tuzilishi. Demak, bizga ma'lumki, yurakning ichida mana o'ng bo'lmacha, chap bo'lmacha. O'ng va chap bo'lmachalar orasida, demak, bo'lmachalar aro to'siqni biz ko'rishimiz mumkin. Septum inter atrialis deb aytamiz. O'ng bo'lmachaga, demak, yuqorida mana yuqoriga vena cava superiorda teshigi, ostiyo vena cava superior va pastdan pastki kavak vena. Ostiyo vena cava inferiorda teshigi, demak, ochiladi. Endi bo'lmachalar aro to'siqda mana bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, fossa ovale bo'ladi. Aslida embrionda foramen ovale bo'ladi, teshik. Bola tug'ilgandan keyin bu teshik yopilib, ovalsimon chuqurcha, demak, ovalsimon teshikning o'rniga ovalsimon chuqurcha hosil bo'ladi. Endi e'tibor qilamiz, o'ng bo'lmacha va o'ng qorincha o'rtasida, demak, qopqoq bo'ladi. 3 tabaqali qopqoq. Biz buni valva atrioventricularis dexter deymiz. Va chap bo'lmacha va chap qorincha o'rtasida 2 tabaqali qopqoq bo'ladi. Biz buni valva atrioventricularis sinister deymiz. Qopqoqlarda mana payli iplarni ko'rishimiz mumkin. Payli iplarni xorda tendine deb aytamiz. Payli iplarni bitta uchi, demak, yuqorida mana qopqoqqa ulangan bo'lsa, ikkinchi uchi, demak, mana bu yerdagi so'rg'ichsimon muskullarga ulangan bo'ladi. Mana bu so'rg'ichsimon muskullar hisoblanadi. Musculus papillaris deymiz. Mana chap tomonda ham so'rg'ichsimon muskuli juda ham chiroyli mulyajimizda tasvirlangan. Musculus papillaris deymiz. Demak, qopqoqda bo'lar ekan xorda tendine payli iplar va ularning ikkinchi uchi musculus papillarisga ulangan bo'ladi. So'rg'ichsimon muskulga. So'rg'ichsimon muskul qisqarganda iplar tortiladi va mana bu teshik ochiladi, qopqoqning teshigi. Va bo'lmachadagi qon qorinchaga tushadi. Endi demak, mana bu yerda quloqchalarni ko'rishimiz mumkin. Demak, quloqchalar o'ng quloqcha va chap quloqchalardan iborat. Quloqchalarning sathida, demak, biz musculus pectineuslarni ko'ramiz. Ya'ni taroqsimon muskullar bu yerda bo'ladi. Endi e'tibor qaratishimiz kerak, mana bu o'pka poyasi. O'pka poyasiga qon, demak, o'ng qorinchadan chiqadi. O'sha yerda yarim oysimon klapinlarni biz ko'rishimiz mumkin. 3 ta bu yerda yarim oysimon klapin bo'ladi. Demak, mana bu yurakning oldingi tomoni, o'sha uchun ham oldingi tomoniga qaragan mana yarim oysimon klapin, oldingi yarim oysimon klapin deyiladi. Valvula semilunaris anterior. Endi mana bu yurakning o'ng tomoni. O'sha uchun ham bunisini, demak, o'ng yarim oysimon klapin deymiz. Valvula semilunaris dexter. Bunisi yurakni, demak, chap tomoniga qaragani uchun ham chap yarim oysimon klapin deyiladi. Valvula semilunaris sinister. Endi demak, chap qorinchadan mana aortaga chiqish joyida mana bu yerda mana aorta teshigi bor. Biz bu teshikni ostium aorta deymiz. Bu yerda ham 3 ta mana yarim oysimon klapinni ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda mana bunisi, demak, orqa yarim oysimon klapin hisoblanadi mana. Orqa yarim oysimon klapin. Shunda biz buni aytamiz valvula semilunaris posterior. Endi mana bu ikkalasi, demak, bittasi o'ng, bittasi chap yarim oysimon klapinlar hisoblanadi. Valvula semilunaris dexter, valvula semilunaris, demak, sinister deb aytiladi. Demak, truncus pulmonalisga chiqish joyidagi, ya'ni uning teshigi sathidagi qopqoqlarda oldingi o'ng chap yarim oysimon klapinlar, aorta teshigiga chiqish joyidagi, demak, yarim oysimon klapinlar bo'lsa, orqa, o'ng va chap yarim oysimon klapinlardan iborat bo'ladi. Bularda bittagina farq truncus pulmonalisda oldingi aorta, ostium aortada bo'lsa, orqa yarim oysimon klapinlarni, demak, borligi bularning asosiy farqi hisoblanadi. Endi yurak devori o'zi 3 ta qavatdan iborat. Demak, yurakning mana ichki bo'shlig'ini qoplab turadigan qavatini biz endokard deymiz. Ichki qavat hisoblanadi. Undan tashqarida, demak, qorinchalarda biroz qalinroq, bo'lmachalarda biroz yupqaroq bo'lib joylashgan bo'ladi. Ayniqsa chap qorincha sathida juda ham qalin bo'lib joylashgan bo'ladi. Miokard qavati. Biz buni mushak qavati deb aytamiz. Miokard qavatidan tashqarida, demak, epikard joylashgan bo'ladi.
Epikard qavati bu yurakni tashqi qavati hisoblanadi. Demak, takrorlayman. Endokard bu yurakning ichki shilliq qavati hisoblanadi. Miokard bu yurakning muskul qavati hisoblanadi va epikard bu demak yurakni tashqi o'rab turuvchi qavati hisoblanadi. Endi shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, yurakning o'sha tashqi qavati bo'lgan epikard bu yurak xaltasini, ya'ni yurakni tashqaridan o'rab turadigan yurak xaltasi, yurak qopi deymiz, perikardni visseral varog'idan iborat bo'ladi. Demak, perikardda ikkita varog' bor, visseral hamda parital. Visseral varog'idan aynan mana shu epikard iborat bo'ladi. Yurakka kiruvchi va yurakka chiquvchi qon tomirlarni demak sanab o'tdik. O'sha yurakka kiruvchi va yurakdan chiquvchi qon tomirlarni o'rab, bu perikardni parital varog'iga o'tib ketadi.